Yo, what's up do'stlar? Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Sizlar bilan bugun Strike video oladi. Ha, biz albatta Granny birdan video olamiz. Bu videoni YouTube'ga anchadan beri ko'rmay ketganim uchun attaylab sizlar uchun olyapman va bu videoda biz Grannyning yangi versiyasini o'ynaymiz. Qani unda videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, mana bu yerda Granny'ning yangi versiyasida Game Sam degan narsa bor. Va Sam deyman. Endi haqiqiy inglizlar bor oralaringda. Yo, emas, unaqa bunaqa deb yozyapmanglar. Bu jarayonda oddiy o'zimizda Grannycha. Bu esa Halloween versiyasi, ya'ni kimdirlar nimalar qilib qoladi, shirinlik bir bolalar to'plab yuradi, o'shanaqa versiya. Bu Christmas, ya'ni yangi yil versiyasi. Kecha bitta odam ana shu o'ynayotgan ko'rdim. Nimada? Endi streamda o'ynayapti-da, kompyuterda. Boshqacha bo'ladimi bilmadim, kichkina qorbobocha ham bo'larkan, o'shanaqa. Shunchaki Grannyning uyiga Christmas qo'shilgan. Nima o'ynayapti-da? Shunday qilib, bu esa Nike ximir, bu avvaldan bor edi. Faqat bu yerda boshqacharoq edi. Men bu nimaligini bilmayman hattoki. O Nike ximir yangilangan deydi. Ammo eskiga o'xshagan bo'lsa kerak. Biz hozir Halloween'da o'ynasakmi? Halloween'da o'ynab ko'ramiz, chunki yangi narsalar juda ham ko'p ekan bu. Nima Halloween'da Granny wants a bit slower, no creaking floors, or to get a bonus day. Bonus day yig'sa bo'lar ekan. Keyin esa Granny slow, ya'ni sekin yuradi va bu yerda katta muammo bo'lmaydi bizlar bilan, chunki bu yangi versiya, qayerdan bilamiz? Birdan grandpa chiqib kelsa-chi? Серьезно, bularga ishon bo'lmaydi. O do'stlar, ajoyib bo'lyapti. Hammasi ichib olganmiz. Odamcha yaxshi turibdi. Mana bu yoqda skelet kelyapti. Bu nima qiladi bilmayman. Nima qilasan? Uncha qo'rqmadim, chunki bu skelet hech narsa qilmasligini bilganman. Qilgan taqdirda o'zimni ham kechira olmasdim. Chunki kecha o'ynab o'tirgan odamda qorbobocha faqatgina qo'ldagi narsani tushirib yubordi. Mana skelet shunaqa qiladi deb o'yladim, ammo skelet shunchaki tupurar ekan. Unda ham hobbisidir balki. Bilmaymiz, hamma har xil hobbisi bor. Masalan, skelet tupurishni yaxshi ko'rsa, boshqa odamlar biror bir qiziq narsalarni. Menga o'xshagan odamlar esa adrenalinni yaxshi ko'radi. Yo, ichadigan emas. Hayotda uchraydiganini qo'rqita olmaydi. Bular hali biri qo'rqitish uchun bular ko'p mashq qilish kerak. Do'stlar, o'zingizlarda nima gaplar karketov bo'ldim. Men boyman. Bu narsani yiqitib ketamiz. Kirayotgan miyalar, o'zire. Miyasi yo'q biz miyalar qo'shilgan. Bu yerda men hozir taktikam ozgina bo'lsa ham o'chirib qo'ydim. Chunki mazaq o'ynashga kelganman bu yoqqa. Qaniydir taktichski, dramatический emas. Taktikani yig'ishtirib oldim. Lekin ozgina hali ham bor taktika. Bu yerdan bormi? Narsa. Ana shu yoqda ham borda 100% bor. Granny hal kelmabdi. Bu yerlarga shu yoqda bormi? Yo, boqda yo'qlar ekan. Endi Shivam Eroni, shuncha eroncha gapiraman. Ozmoz bo'lsa ham. Uncha shuni. Bu anavi-ku. Anavi. Bu anavi-ku, bu anavi. Anavi degan narsa. Qo'rqitding mol, befarosat qanchiq. Endi ro'za. Oyda shunaqa so'kinishga uyalmaysan deganlar uchun o'zim ko'rmaysanlar, o'zingizda hamma ayb, menda emas. Ham sichqoncha ham men deb beozor odamga hamma ozor bermoqchi bo'ladi bu dunyoda.
Menimcha Granny kelmadi deganimda Voy dod! Voy. Sen sichqoncha yomon asabdimsan. Tupurayotgan. Sen ham tupurolmaysan. Alam qutun. Bu Superman tupuradimi? Superchasiga tupuradi. Короче, да. Open budjetga ovoz yig'ishga kelmadim lekin. Wow! Menimcha xola bizdan open budjetdan ovoz yig'ishga kelgan deb o'ylayapti. Ammo lekin biz unaqa emasmiz. Biz ovoz yig'ib o'tirmaymiz. Xo'sh, open budjet qachon boshlanadi? Adashmasam fevral yoki yanvar oylariga open budjet boshlanib qoladi. Ovozni albatta mahallaga berasiz, boshqa qayerga berasiz? Agar mahalla shundoq ham obod bo'lsa, qayerlarga berish mumkinligini aytib chiqaman. Bironta yog'-pog' yo'q ham. Ota-onalar ishi. Bizdagidekinalarni hali yog'dan tashvishimiz bo'lmasa kerak edi. Men ham Zaybaro tez oldiga kelsa tezlash ekan. Har nimani qilmagan ayol, bugundan boshlab siz ayol. Hello motherfucker. Hello Skeleton. Granny amaqa. Granny amaqa. Granny amaqa qaramadi bizga. Bu yerda anovi bor. Aytdim-ku anovi bor ekan bu yoqda. Ismi yo'q. Wow. Why that? Granny pastda bo'z. Tashqarida. Men nima qildim? Sen o'g'rikkina go'day. Gaday. Tur yo'qol basharangga. 48 razmerli tapichka bilan uray. Turqi sovuq. Bir qarish. Nushtumday kelasan, yana sakraydi o'ldan sakrashiga. One. Malohat. Bilmasalar bilib qo'yinglar, bu Granny emas, bugundan boshlab buni ismi Malohat. Granny xat. Hamdon Sabirovga jarohat bergan uchun Ye. One. Hozir do'st albatta qaytaman. A few moments later. Mana men keldim. Orqamdan Granny qo'layotdi, adashmasam. Yo'g'onsa men zerikmadingmi o'lga? Turqing qursin. Didoring. Men bechora bularga nima qildim? Adash qo'yish mumkin emas ekanda, bu paxan ekan, endi bildik Granny paxan ekan. Adash qo'yish ham mumkin emas bular edi. Mana buni qarada. Chala moda Jennifer Lopez. Onsa qara tintirib yuribdi. Tintaksa. Ochiqcha, wow, qochib ketmoqchi edim. Nima qilasan sencha? Bitta savol beryapsan. Qanday tupligingni chiqarayapsan yo'qda? Qayt qilyapti desa, bunda oshqozon yo'q. Tupurayapti desa, bunda anovi ham yo'q. Nima edi? Tuplik chiqaradi. Qizning o'ngachmi, ko'k o'ngachmi, sariq o'ngachmi? O'shanaqa. Rang barang o'rga, o'ngach.
Urganch. Urganch. Ko'k, sariq, qizil o'sha skeletdan keyinroq bitta savol so'rayman-da. Yomon ichim qizib ketyapti-da. Ko'rganda so'rayman. Sizlarga ham aytaymi savolimni? Eshitinglar. U qiz bolami, o'g'il bola? Yoki grandpa shipirgisi bilan shipirib yuribdi hamma joyda. Yosh bola. Endi o'lguncha mashq qilamiz. Xo'sh, mana buni anaqa yig'sak, anaqa yig'sa, mana bulardan olsak, keyin esa mana bunaqasiga kutib o'tirmaymiz. Ha, Jennifer Lopez keldingmi? Sen qiz bolamisan, o'g'il bolamisan? Ayt shuni. Ha, otang, nima? Mamang o'ldi. Uni men o'ldirdim. Ha, men Jennifer Lopez. Nima qilyapsan yoqda, Jennifer? Jennifer qo'yamiz buni ismini. Suzilib yurishida. O'xshaydi, do'stlar. Jennifer kim, bu kim? Ikkalasi bir narsa. Jennifer ham chiroyli emas unchalik. Unchalik emas, umuman chiroyli emas u. Hayotda hech kim ko'rmagan u. O'zbekistonda ko'rgani bor. Bizda bunachilar ichida yo'q. Jennifer Lopez ko'rganlar qanaqalar ichida bo'la bilasizlarmi? Bir o'lar-ku. O'g'il bola ham deb bo'lmay, qiz bola ham deb bo'lmay. Ana shunaqa odamlarga mansub hisoblanadi. Chunki sog' odam Jennifer Lopez ko'rmaydi-da. G'it xorami erkak odamlar esa Eva Elfini ko'radi. Agar bu videomga Jennifer Lopez bilan Eva Elfi kirsa, negativlar ko'payadi. Ular kirmaydi-ku. O'zbekistonda 12 kishini ko'tarmayapmiz. Bex nima elga ketib ranglar. Chichqon o'lib qopti, do'stlar. Chichqon o'lib qopti, chichqon. Didret. O'lik chichqon. O'lib qopti. Qatay buni. Qozoncha taylasa bo'ladi. Taylaveraman. Bana qoch. Qoch, nima qiladi? Nima qiladi? Ketdimi? Yo'qolib qoldimi? Xudoga. Hammasini ana shu qildi, ana shu kalisiya qildi. Opacha ishoning. Opacha emasman deb kelsa ham. Voy, hozir o'lib qolaman, ichim qizib. Savollarim ko'payib ketyapti. Skeletga. Qiz bolam, o'g'il bolam. Nimaga unda o'pka yo'q, lekin harakatlanadi? Nima? Granny'ning o'z o'yinda fantaziyasi juda ham kuchli-da. Shuning uchun mana shu anaqa bo'lib, ana shu mol chaqillamasang, xo'pmi? Kelsa bo'ladi-da ana shu. Bakka bilan. Endi 2 minutga ketgan Granny hali uyg'onmaydi-a? Anaqasini eslab qolmabman-da, anaqasi bor-ku, anaqasi. Noma'lum bir narsa. Voydo, tepmoqchi edim Granny bo'lsa. Telefon qo'limdan o'tib ketdi, ishoninglar. Bir eslab qolamiz, sichqonlarni. Sichqoning bilan qo'shilib o'lgur. Qoch, kelyapti. Voy bilad, sichqonay qo'shilib sichqon bo'lmay, sichqon bo'lib ketay. Odam podam emas ekansan. Sichqon deb ham bo'lmay ekansan, xabar sichqon. Jonim, shoka. Eshikni chipak qilib kelaylik, mana yoqni chipak qilamiz. Nima chiqibdi?
Tentakmisiz Granny? Granny bu yoqqa. Granny. 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 Granny yo'qda. Grannyni aldadik. Grannyni aldadik. Bu Batman'larim bu yoqda. Batman'ni chaqiramiz. Batman bor ekan bu yoqda. What? Hoppa. Bu yoqda mit. O'rgimchak odamning go'shti bor. Kagveldan bu yoqqa taylaveramiz. Granny unga aldanadi. Yoki teskarisi. Granny aqqa kelganda mana bunaqa qo'yaman. Ammo olamanda. Mana qo'yaman. Bu yangi versiya. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu yoqqa bitta qarashimiz kerak. Qarab hech narsa yo'qligini bilib keyin o'tirib kirib olamiz, chunki Granny allaqachon o'sha yoqqa kelyapti-da. Ko'nglim sezadi. Qo'shinga keldim shu gapni aytgani, ma'nosiz, mazmunsiz qo'shiqman sensiz. Ey gapimga ulanolmaydi. Sen bilganday meni hech kim bilolmaydi. 18,000 olam sen bo'lolmaydi. Ma'nosiz, mazmunsiz pizziz Grannycha. Tinch qo'ying, ey. Pulim yo'q sadaqa qilishga. Yo'q qol, haromingo. Uyatdamasmi, uyalmaysizmi? To'xtab turing, fizkultura qilamiz, ozgina. Tabiiy zerikdim sizda, harom edim. Granny so'kmasa kerak, u ham qari. Semiz bo'lsa ham jalib bo'lsa ham qari. Grannyga nom o'ylab topamiz. Xola yoki buvi. Xolaga o'xshab. Bu qari ham emassiz, yosh ham emassiz. Siz yalmog'iz kampirsiz. Voy, arvoqcha. Ana Grannyni arvoqcha qochdi. Arvoqcha lekin Grannyni addishi ursang men jigarim bo'lib qolasan. Ana uni olib kelmadi, screwdriverni deyishim kerak edi agar screwdriver qo'limda bo'lsa. Seriously? Addishi bu yoqqa qaytamiz. Hozir esa biz aniqdan tushib ketishimiz kerak. Granny mana qo'yib ketsa, va mana bu yoqdan biz qochamiz mana yoqqacha. Zerikdimi? O'yin o'ynab zerikayotgan odamman. Noyob turdimanda odamlarga. Videoni sekundameri xato, chunki 2 marta to'xtatdim videoni. 1 marta emas. Birinchisi montajda nima qilish uchun montajda yaxshi sifatliroq chiqishi uchun montaj. Qani videoni boshladik deganda borku, ana shu yerda tit degan narsa qo'yiladi. Agar qo'yilsam, agar yoqmasa bir boshqacharoq narsalar qo'yiladi. Keyin yana montajda to'xtatib qo'ygan joylarimda montaj qilishim kerak hali. Unga qancha internet ketadi? YouTube'ga qo'yishga unda 2 barobar ko'p internet ketadi. 1 gigabayt montaj yoki 2 gigabayt montaj uchun ketsa, agar sifatli bo'lsa, 1 gigabayt YouTube'ga qo'yish uchun ketadi. Sifatli bo'lsa bo'lmasa, video uzunligiga qarab.
Agar sifatini ham yaxshilamoqchi bo'lsangiz YouTube'da bu ham 1 gigabayt oladi. Bu hayot qonunlari. Men sizlarga bepul nima ham qilib berdim, montajyorlik nima sirlari. Sanim tupurib qilib yubording-da, Zaynabbek. Zayniddin Zidanning hamkorisan sen. Hozir do'stlar, qaysidir bizmenga telefon qildi, kimligini bilmayman ham. Ko'tarmadim ham chunki sizlar bilan o'tayotgan vaqtda begona rahmlarga sarflamoqchi emasman. O'zdan momo bo'lishi aniq. Bir dublyaj qilsam ekan deyman, lekin jimgina o'yin o'ynashim yo'qmaydi odamga. Qanaydir jim, sukunat, zerikib ketasiz. Gapirib zerikib ketyapmanmi? Sizlar bilan esa boshqacha bo'ladi mana bu yerda. Master class. Stream ham qilsam ekan, do'stlar? Kommentga yozib ketinglar, agar shu videoda 12 ta like yig'aysizlaring, men Granny Christmas shunaqa bir balo stream qilaman. Yo bo'lmasa kommentga yozilgan o'yinni yozib ketinglar, PUBG mi? Yo PUBG bo'lsa ham qilaveraman. PUBG bor. YouTube taqiqlamasa PUBG ni ham stream qilaman. YouTube nima PUBG videolar taqiqlayotgan bo'lib qo'ygan? Yo bo'lmasa boshqadan настройка qilish kerak. Spark plug. Qisam bir joyga. Hozir do'stlar 5 minut. Do'stlar nimalar bo'ldi o'yinda bilmayman. Liftga kirdimmi, chiqib ketdimmi? 2 edi. Yo 1 edi. Men tayanaman Omarimga. Qo'sh deb hazillashaman-ku, men bilasizlar-ku. Hazilkash bo'lsin. O'yin. Urgimchak odam ana qo'tib ketdi. Ha, g'alamiz urgimchak odamni kallasi. Urgimchak odam chap qo'ltig'i. Amal o'ng qo'ltig'i va. G'alamiz. Do'stlar, gap bilan zeriktirmayapmanmi yo bo'lmasa, voy dod o'la. Ashiqdan agar ushaqdan o'lsam, xola Spider deb chaqiraman xola. Yo, what's up Spider? O'rgimchak odamda chap qo'lti qo'rqib ketdimi? Men o'rgimchak odam chap qo'ltig'i kichkinaroq bo'lib qopti deb o'ylabman. Agar ko'rsam yo teshikka yo beshikka qochaman. Qochuvchi 2 yillik tajribam bo'lsa, nimadan qo'rqaman? Bobur Mansurov, ovoz berib keting. Xola, open budjetga ovoz boshlanibdi, baxting. Bitta ovozga 5 litr yog' beramiz. Xola, 5 litr plus 2 litr. Bo'ladimi? Faqatgina bitta shart bor. Xola, open budjetga ovoz bering. Xola, aldamayapmiz, svetchilar emas biza. Gazdan ham kelganmiz emas. Open budjet, bitta ovozga 2 litr yog'.
Ha, 5 litr yog', 2 litr desa kelasiz. Lekin svet gaz desa kelmaysiz, Ey, xola, voy ululga kirdim bir joyga. Hali videoda aytmayman. Marmoshekka? Spider-Man. Uehehe. O'limchak odam dadasiman, nima edi? Kel bu yoqqa. Sassiq. Uxti headshot. Granny xola. I'm sorry, please. Oh my god. Petdan chiqib olamiz. O'rgimchak odam. O'rgimchak odam debsan. Tilimga ham yopishib oldi. Uzr do'stlar. Ana shu Granny bor-ku. Ana shu uyini kim qurgan-a? Qaysi yana senmi? Tupurishga hozirlik ko'rib turibdi, maraz. Yo'bana Bobur Mansurov. Go'sht beraman, ishtonsiz. Open budjetga ovoz ber, mayli sog' bo'l. Begonaga ovoz berma. İşte begona qilmaydi. Yana o'rgimchak. Granny'da 90-yilda legendarniy telefonlar bor. O'zi nechinchidir yil ishlab chiqargan o'yin. 80midi? 99 avi zaybalcha. Yo'qolsang, yo'qol. Munosabatcha o'lguningcha qitiqlayman. Yo, ishonmaydi. O'lsin. Qochdim lekin men bu yoqdan qochgim kelmayapti. Men adrenalin xohlayman yana. Menga bitta gap kam, ikkitasi ortiqcha. Va mana bu yoqdan qochib olamiz. Xo'sh. O'zimdan kallasi kattadan yoqib, Spider-Manligimni ishga solib, bizni qochish ehtimolimizni sanab chiqyapman. 0.0dan yana bitta 0dan 1%. Yes, mashinadan qochamiz. 100% qochishimiz mumkin. Nimadan? Padoldan, o'rgimchak odam tarafdan. 50% yoki 60% qochishimiz mumkin. Eshik degan teshikdan. Menimcha katta ehtimol men hisoblashimcha eshikdan qochishimiz kerak, chunki eshikda eshik bor. Mashinaga akkumulyator kerak. Akkumulyator uchun biza pochkamizni sotishimiz kerak. Pochkamizni sotish uchun akkumulyator kerak. Akkumulyator mana shunda javob bersam, javob beraman, javob bermasam yana bitta javob beraman. Mana shaq tekshirmadimi? Mana shaq. O'xti, biza qochishimiz mumkin. Patlukechi degan ovoz yo'qmi menga? Patlukkega tupurganim bor deb ketaveramizmi deyman. Kalla qochib ketdi.
Uncha kallam ishlasam zarar bo'lib ketadi. Xo'sh. Playhouse-ga yetib olgandan keyin bitta joyga turib hisob-kitob qilaman. Mana keldim. Xo'sh, mana. Biza hozir uyda biza. Bizga kerak ishdan qochishimiz uchun Patul key, Master key. Master key 250% mana shu yoqdan chiqishi ehtimol katta. Bug ishlamay qoldi yoki yangi versiyani to'g'rilayapti, haromlar. Mana shu yoqdan ko'rinadi. Короче, Master key mana bu yoqdan chiqishi ehtimol katta. Yo, Patul key. Tiniq aniqda. Pasta. Endi tushundik, biza xulosa qildik, hamma narsani qildik. O'zimizdan kallasi katdan yo'q qoldik bizlar. Davay. Bizmiya ko'rinmayapti. Toq degan ovoz eshitish. Hali eshitmayapti. Yo'q, eshitmayapti toq degan ovoz. Vol. Haroma. Ninja bo'lgan. Uchi ninjalikka topshirganman-da, o'shanchisidan. Ninja Cappuccino Assassino ma. Spider-Man. Xo'sh, mana yoqqa qo'ysak va Master key aniq edi. Endi mana yoqqa kirib olsak. Hay. Yabada-bada. Endi chiqadi mol. Xo'sh, do'stlar. Ovoz yaxshimi? Zo'rmi, chotkimi? Chotki bo'lsa mindau, chotki bo'lmasa mindau. Mindau. Baxon mindau, hakimona opalariga, opalarini. Voy, tot, qayda bo'lishi mumkin? Qayerdasan? Yana bir marta qayerda? Чувак, пау, sana zayba qo'yadi. Menga mashinadan qochishgan patrulga kerak. Faqat bitta nimasi bo'ldi. Mashinadan qochishga bitta patrulga bilan aniq kerak. Akkumulyator qaydaligini bilmayman. Lekin mana shu yoqdan qarab o'tib 250 yillik tarjimon bo'lib turib, mana buni olib zerikdim deb tur yo'qol o'rgamchak hozir urib bacha. Hamyoqqa qo'yib turib keyin Granny o'tishiga ishonch hosil qilib turib Hosila Rahmonov degan arbaletni olib Martlarcha Granny'ni Octagon 84 ga chaqiraman. Granny.
G'irani kulma bu yoqqa. Qulda qurol bo'lgandan keyin g'irani mana bu shotirlar bilan yuradi. G'irani. Men poylashimda musor debsan desam. O'zing musorsan. Ha mol, ana shu taylamay tursang nima bo'ladi? Ustiga yiqilma. Yiqilsin bilaman lekin. Ololmayapman. Vappam. Ololmayapman. Domalab ketdi buncha loyman. When what? Xo'sh. Do'stlar, endi ana joyga kira olaman. Ha, tufla. Hammaqa kelaman. Shogirdim bor edi adashmasam. Mana shu yoqlardan. Shogird. To'xtar akimiyo. Ana qasi tippasini poylayman. Deyman. 2 soat maqtaman. Endi faqatgina patkulibga qoldi. Patkulibga esa katta, ulkan ehtimol bilan hamma joy chiqdik bu yoqda. Patkulibga qayerdaligini aytaman hozir men sizlarga. Fol o'chaman, mana fol bo'lmayman. Patkulibga Grey'ning ishtonida. O'ng kissasida, chap kissasi emas ekan. Fol bo'lmas ekanman. Bo'ldi, men bu yoqqa hozir gazalinni olib kelaman. Gazalinni olib kelsam, mana yoqqa. Olib beravering. Gazalinni qo'yaman. Keyin esa vannaga kiramanda. Grenini ishtonni olib podvalga tushib ketaman. Ana bor-ku, g'ildirakcha, qafasdocha. Ana shu yoqda patkulki 100%. 40 minut bo'ldi kirganimga. Natija Moshina qo'sh onalaringni do'stim Grandpa. Yore, Grandmam. Nima bu Grandmam, Grandmom. Zechilak pavtoliga yana qaytaman shu. Mobina. Mobina didoring qilsin seni. Bu yoqda edi-ku, ana chilak pavkni. Shu bu yoqda edi. Esimdan chiqib ketdi. Oppa. Henjvel. Yoki boshqa nom bor edi. Ikkita joy bor. Birinchi agar chiqdi patkolog 250% aytishim mumkin. 250 emas. 300% aytaman. O'sha nima podvalni tashqarida patkologga turibdi. Xohlasang 500% aytaman. Qo'rqqanda qulog'i sinsin, davay. Hayajonlanib ketyapman. Nafas olishim tezlashib ketyapti, yuragim qisilibdi. Ichimda yuragi qisilyapti bo'lsa. Yobana. Bobomroq, tezlash. O'g'irlashga qo'ysa bo'ladimi? Tarvuz. Asha ichida-da chapasi bo'lsa ham topdim ko'radi. Pul beringlar endi. Kim aytdi bepul deb sizlarga? Pul kerak, nima? Karochi, foydasiz bir nimalar.
Uzr do'stlar. Qarochi do'stlar, biza qochyapmiz. Lekin va deb ketmaydi hali beri. Hal pitirchas yirtdi. Qishloqda bachalar to'y boshlanguncha keladi. Siz to'y tugadi deguncha kelmaydi yana. Qarochi Zeron degan nigr bor. Zeron film. Zo'r video chiqaradi omma. Yomon qattiq. O'sha kanalga obuna bo'lsalaring, men bag'oyatda Oppa. Onasini yemsan. Qaysi? Qaysigan? Ayir. Ye do'stlar, Granny'ni nima kalatilabdi demoqchi edim. Mana do'stlar, tugadi. Va nihoyat moshincha Ferrari M9 da qochib ketdik. Like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Xayr.